Mana bu yangilikni eshitib ham endilikda Rossiyaga ketib ham ko'ringchi. 2026-yil 1-yanvardan qonun chiqarilyapti. Ya'ni o'zbek tojiklarga agar dokumentida qanaqadir xod kichkinagina xatolik bo'lsa, 3 yilgacha qamaymiz degan e'lonlarni hamma joydan eshitdik. Va siz bundan xabardormisiz? Xabardor bo'lmagan aka-ukalarimizga bu videoni yuborib qo'yinglar. Endilikda do'stlar, har bir migrantlar qattiq tekshiruvda bo'ladi. Ayniqsa o'zbek bilan tojik. Lekin Hindistondan kelayotgan migrantlar na rus tilini biladi, na patent to'laydi. Hech nimani qizig'i yo'q, ularga polni zilonni qildi. Mana sizlarni kimlar bilan almashtirib qo'ydi? Rossiya qonun chiqardi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qaysi o'zbek mehnat muhojiri agarda birorta bir kichkinagina hujjatida noaniqlik bo'lsa yoki birorta hujjati xato bo'ladigan bo'lsa 3 yilgacha qamoq. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Banklar sferasini ham yoritish paytlari keldi va buni men sal keyinroq batafsil ko'p sonli videolar qilaman, lekin hozirgisi o'ta sal ekstreni desa bo'ladi. Hozir eshitganingiz mana bu Nasim Xolov. Men bu odamni ancha yildan beri kuzataman va saviyasi o'ta pastligini невооруженным глазом deydi-ku, shunday ko'rsa bo'ladi. Bunaqa odamlarni endi nima deydi? Bunaqa odamlarni gapni tushunish uchun endi salgina qo'pol so'z ishlatishga to'g'ri keladi, toki adresiga yetib borish uchun-da. Bu bolani men nega dalbayob deb yozdim va eslaringizda bo'lsa, Abror Muxtor Ali. Dalbayob so'kishmas bu, ahmoq degani. Nasim Xolov. Sen, yo mana bu Shuhrat aka Rasulovni shunaqa ekan. Bu ham yoshi katta, lekin senlar bor-ku, g'irt dalbayob senlarda. Hozir buni isbotini ham qilib beraman. Sizlar aytayotgan xabarlarni men yaxshigina birinchi tekshirdim, qanaqa yangi dokumentlar bor va hozir pashti 1 soat mana shu sferada kerak bo'lsa bir tanishimga ham aynan mana shunaqa sferada ishlaydigan odam bilan ham yana maslahatlashib, "Yo'q aka, bunaqa zakon yo'q" dedi. Endi oddiy misolda, senlarning dalbayobligingni oddiy misol. Agar senlar aytayotgan dokumentlarda xato bo'lsa, misoliga deylik, O'zbekiston bergan dokumentni xatosiga O'zbekiston javob beradi. O'sha dokument bilan kelib, masalan, migratsion sentrga topshirdi, FMSga topshirdi, oldi. U yerda xato bo'lsa, o'sha bu yerdagi FMS javob beradi. Qani bu yerda sostav преступления, ya'niki jinoyat alomatlari qani bu yerda? Qayerdan olib senlar itak har tomonlama ezilgan xalqni dalsha psixologический pressga tiqyapsizlar. Aytinglar qani, ikkita dalbayob. Senlarni prosta qattiqroq so'kishga majbur bo'layotganligim sababi aynan sendagi dalbayoblar bir katta urush Rossiya va O'zbekiston urushiga sabab bo'lyapsizlar va bu urush endi avtomat bilan emas, iqtisodiy urush bo'ladi. Aynan iqtisodiy urush bo'ladi va shunga olib kelyapti. To'g'risi ham-da. Tafakkur uchun bir o'ylab ko'ringlar. Men u safar aytdim. Sredniy har yili kamida 300,000-500,000 yangi ish kuchi maktabni tugatib, ish bozoriga kirib kelyapti. Mayli deylik 300,000 da deylik. Har yili O'zbekiston 300,000lab odamlarga ish joyi ta'minlab bera oladimi? Yo'q, to'g'rimi? Endi qarang, Rossiya Putin boshchiligida senlarga qarshi juda tochna ish qilyapti. Ya'niki Rossiya Ukraina отношениясini men anchadan beri kuzatgan shaxs sifatida aytaman-ki, u yerdan xuddi shunday russofobiya, ya'niki ruslarga qarshi ko'p tayyorlashdi va oxiri haqqoniy urushga aylandi, to'g'rimi? O'zbekistonda boshqacha urush, O'zbekistonda aholisi juda ko'p. O'zbekiston bilan umuman boshqacha urush qilyapti. Ya'niki hozir bu yerda migrantlarni qisyapti. Ko'ryapti, qancha russofobiya bizlarda o'sganligini ko'ryapti. Sherzod Qudratxo'jayev, Kamoliddin Rabimov va Rasul Kusherbayev va juda ko'p odamlarni eshitsa, russofobskiy настроениeni ular jin emas, ular ko'ryapti. Hamma joyda shpionlar ishlaydi, to'g'rimi? Hamma vektorda odamlar ishlaydi. Va aynan sendagi Nasim Xolov, mana bu Shuhrat Rasulovmi, menimcha ismi sizlardagi dalbayoblar aynan shunday qilyapsizlarki, hozir Rossiya bu yerda migrantlarni ezib, yig'layapsizlarki, mana Hindistondan olib kelyapti, boshqa. Bu politika, bu siyosat. Siyosatda mana shunaqa gryazniy o'yinlar bo'ladi. Iflos o'yinlar bo'ladi. Bu yerdan hozir misoliga 1 million o'zbekni chiqaradi. To'g'rimi? Bizni ichki bozorimizda itak ish kam. Yevropaga ketsa, nari bo'lsa 50,000, keyingilar 100,000 tasi ketdi. O'zlari ta'kidlayapti bular. Men hali u videolarni qo'yib beraman va bularning juda ko'p videolariga har bittasiga men izoh, tahlil va bularning g'irt dalbayobligini tahlillar bilan isbotini qilib beraman. O'zbekistonga masalan o'zlari tan olyaptiki, 1 yilga sredniy 40 milliard dollar pul Rossiyadan kirib bo'layotganini o'zlari tan olyapti. Buni davlat ham tan olyapti. 40 milliard dollar o'ylayapsizlarmi sizlar? Mana shu migrantlar O'zbekistonga olib kiryapti. Mana shu pullar qancha
оборот nima qilyapti? Migrantlar uy olyapti, mashina olyapti, produkt oladi, boshqa. Ana endi 1 millionta mana shu Rossiyada yurgan, O'zbekistonda bordi. Chet elga hamma joyga chiqa olmayapti. Nima bo'ladi oxiri? Har yili yangi ish kuchlar tayyor bo'lyapti. Bu yerdagisiga ish yo'q. Xohlamasa xaos bo'ladimi? Xohlamasa bizlarda sotsial vzrыв deydi. Buni endi sotsial vzрыв o'zbekchasida bilmadim. Lekin mana shu iqtisodiy tanqislikni olib keladi-da. Nega pul kelmayapti? Majbur odamlar tejashi kerak. Ito oddiy xalq qanday juda tang ahvolda itak bilasizlar. Shuning uchun sen kabi dalbayoblarga men ochiq urush e'lon qilib, senlar aynan prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosatiga zid ish bo'layotganligini ko'p blogerlarni men inshaalloh taala isbotlab beraman. Rossiya o'zining uyida, Rossiya o'zining territoriyasida o'zi haqli. Xohlasa Hindistondan, xohlasa Shri Lankadan olib keladi. Bu xuddi bizda O'zbekistonda har bitta masalan частный biznesmen xohlagan odamini ishga olishi mumkin. U millatiga qat'iy nazar unga yaxshi ishchi kerak. Вот и все. Bu yerda siyosiy o'yin ketyapti va xohlamasa baribir sal tanqislik bo'lsa, majbur prezident yoki premyer, vazir janoblari xohlamasa yana Rossiyaga kelishi kerak. Negaki Rossiya har tomonlama yaqin. Ham mentalitet jihatidan rus tilini ko'pchilik biladi va Rossiyadan xohlamasak o'simlik yog'i deymizmi, juda ko'p молочный produksiyami, go'sht mahsulotlari, taxta, har xil ximiya mahsulotlari hammasi yetib boradi. Biz xohlamasak ham bizga Rossiya yaqin. Va mana bu safsatachilar 1,5 asrda bizni ezgan, butun bir avlodlarni kim yozdi sizni kim yozdi? Yo, qarang, Toshkent imperiyasi. Sizlarga bilmasangiz sizni ezgan bo'lishi mumkin bilan. Yo, mavzudan yana nimaga siz hozir yana bir marta aytaman. Siz yana ikkita davlatning orasiga janjal solyapsiz. Biz Rossiya bilan ittifoqchilik darajasidagi davlatmiz. Ikkalamizni savdo aylanmamiz 12 milliarddan ortiq. Bizda qancha odamlarimiz o'tda ishlayapti. Biz u yoqdan oilalarimizni boqyapmiz. Siz hozir mana shu bizim munosabatlarimizga bilasizmi nimalar tushiryapti? Rossiyani imperiya deb biz tarif berganmiz. Mana siz o'zi o'rta maktabda tarix o'qitilishini bilasizmi? Siz tarix professorman deysiz, Anvar aka. U yerda Rossiya imperiya emasmi? O'rta maktab tarix. Yana bir marta aytaman. Rossiya imperiya emas. eshitayotganligingizdek, men qisqa parchalarni qo'yapman. Men bularni hali keng alohida sharhlab beraman, lekin bularni eshitsa agar ular Rossiya bizga dushman deydi, u bu deydi. Men u safarlar ham aytdim. Bir paytlar Amir Temur Rossiyaning territoriyasini bosib olganmi? Undan keyin Rossiya imperiya deyapti-ku. Rossiya imperiya bo'lgan, lekin imperiyaning yomon joyi yo'q. Rimskiy imperiya bo'lgan, Osmanskiy imperiya, Usmoniylar ham imperiya bo'lgan. To'nka imperiya degani bu yomon narsa emas. Hozirgi kunda Rossiya imperiya emas, hozirgi kunda Rossiya federatsiya. Imperiya degani ustida monarxiya, ya'ni podshoh, imperator, sulton. Rimskiy imperiyada masalan Yuliy Sezar imperator bo'lgan, to'g'rimi? Osmanskiy imperiyada ham xuddi shunday boshqa sultonlar bo'lgan tarixda. Rossiya imperiya bo'lsa, bu shunaqa. Bir paytlar Amir Temur bosib olgan Rossiya territoriyasini, keyin Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgan. Bu tarix, bu Allohning xohishi. Senlar bu olib chiqayotgan urushlar, mana bu fake xabarlar faqatgina O'zbekistonning ziyoniga ishlaydiki, foydasiga ishlamaydi. Rossiya xohlagan ishchi kuchini olib keladi, xuddi mana shunaqa naslaniy qiladi. Alal oqibatda O'zbekiston majbur bo'ladi Rossiya qo'ygan shartlarga ko'nikib, majbur o'sha kerak bo'lsa keyin O'zbekiston majbur xohlamasa Rossiya qo'ygan shartlarga ko'nishiga to'g'ri keladi. Bu mana shunaqa siyosiy o'yin. Senlar aynan prezidentga, O'zbekiston xalqiga aynan dushman kuchlar. Shuni eslangdan chiqarmalaring. Sen dalbayob to'nkalar haqida yana bardavom videolar bo'ladi va u yerda juda chotki har bitta replika, har bitta gaplaringga men chotki izohlar berib, nega aynan qirg'izlar misolga bes patent ishlashi, nega qirg'izlar millionlab mana shu yerda bemalol chotki yashab yurishini isbotlari bilan nasib bo'lsa hammasini ochiq oydin gapirib beraman. Hozirgi kunda nimadir bo'lmayotgan bo'lsa, xuddi Alloh Qur'onda aytgandek, не изменится положение ваших дел, пока вы не измените самих себя, ya'niki hayotlaringizda hech narsa o'zgarmaydi toki o'zlaringizni o'zgartirmaguncha deb Alloh har bir bandaga nino qilgan. Aybni har bir inson o'zidan axtarsin. Rossiya boshqasini ayblamasdan ular o'zining territoriyasida, o'zining uyida nimani xohlasa o'shani qiladi. Biz suv tanqisligini oldida turibmiz. Qishda biz hozir yomg'ir so'rayapmiz. Bu ko'p narsadan dalolat.
qishda qor yog'ishi kerak. Vaholanki biz hachaba yomg'ir ber deb Allohdan shuni so'rayapmiz. 2040-yilga kelib O'zbekiston aholisi suv tanqisligidan jiddiy aziyat cheka boshlaydi. Dunyo resurslari instituti tadqiqotiga ko'ra, 2025-yilga kelib dunyo aholisining yarmi suv tanqisligiga uchragan hududlarda yashashi kutilmoqda. Shuningdek, hisobotda 2030-yilda kuchli suv tanqisligi tufayli 700 millionga yaqin odam iqlim muhojirlariga aylanishi mumkin. 2040-yilga kelib esa O'rta Osiyo jumladan O'zbekistonda 80% dan ortiq aholi suv tanqisligidan to'g'ridan-to'g'ri aziyat cheka boshlaydi. Bu hududlar dunyo bo'yicha eng yuqori xavfli joylarga aylanishini anglatadi, deyiladi ma'lumotda. Kelajakda hatto yetarli suv resurslariga ega mamlakatlarda ham suv tanqisligi sezila boshlashi mumkin. Bunga infratuzilma va suv taqsimlanishidagi xatoliklar, ifloslanish, mojarolar yoki suv resurslarini noto'g'ri boshqarish bilan bog'liq omillar sabab bo'ladi. Iqlim o'zgarishi esa suv tanqisligi muammosini tezlashtirib yuboradi. Yilga borib, aynan biz kamida taxminlarga ko'ra 7 milliondan 10 milliongacha aholi majbur O'zbekistonni tark etib, suv tanqisligi bo'yicha qayergadir ko'chishi kerak bo'ladi. Batafsil keyingi sonlarda o'zlaringiz aytib qilinglar. Har xil dalboylarga ishonmanglar. Allohdan umidni uzmasdan hammasi yaxshi bo'ladi deb faqat ilm sari intilishlarini juda xohlagan holda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.